sog'lom turmush tarzi bilan odam kasallanmas ekan, kasallangandan keyin ham tez sog'ayib ketar ekan. Shu narsalarni targ'ib qilyapsiz. Targ'ib qilayotgan bo'lsangiz, targ'ib qilyapsiz. Nimaga boshqalar shunga qo'shilib targ'ib qilmayapti? Nimaga kuchaytirmayapsizlar degan savolga bitta javob bermoqchiman. Talabga yarasha taklif bo'ladi. Sizlarning talablaringiz hozirgi internet rivojlangan, kundan kunga o'sish bo'layotgan, reklama juda ham kuchli zamonda yashayapmiz. Shunaqa narsalar berishyaptiki, odamlarning miyasi shunga o'rganib qoldiki, birdaniga bo'lishi kerak, hamma narsa birdaniga bo'lishi kerak. Shuni talab qilyapsizlar. 5 yil, 10 yil, 20 yil yoki boringki 30-40 yil mobaynida kasalliklarni orttiryapsizlar. Uni bir hafta 10 kunda yangi chiqqan dorilar bilan, xohlagan narsang bilan meditsina, tibbiyot bozoriga taklif qo'yyapsizlar. Talab qo'yyapsizlarki, meni yaxshi qil, men harakat qilmayman, 5-6 oy, 1 yil yurmay, meni bir hafta 10 kunda yaxshi qil deb talab qo'yyapsizlar. Talabga yarasha taklif chiqyapti. Har xil dori-darmonlar reklama bo'lyapti. O'shanga yarasha taklif berilyapti, davolamasizlar. Endi bir narsani bilib qo'yinglar. Men sizlar uchun aytay, 5 yil, 10 yil, 20 yil mobaynida sog'lom turmush tarziga rioya qilmasdan ovqatlanishga, jismoniy mashqlarga, uyquga rioya qilmasdan kasalliklar orttirdinglar. Masalan, meni davolaydigan, o'zim 31 yildan beri psixoterapiya sohasida ishlab kelayotgan bo'lsam, tushkunlik kasalligidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, 5 yil, 10 yil ma'lum vaqt ichida, yillar davomida, oylar davomida uyquni buzib, uyqusizlikka uchrab turib, uni nevrozga aylantirib, uni depressiyaga aylantirdinglar. Uni bir hafta 10 kunda dori-darmon bilan yo'qotish iloji yo'q. Bu tabiat qonuni, meditsinaning ham qonuni. Buning uchun oylar, yillar kerak bo'ladi. Oldin o'tkir davrda tibbiyot tomonidan dori-darmon bilan yordam qilinadi. Undan keyin bo'lsa sog'lom turmush tarzi bilan yashaladi. Bu hamma kasalliklarga xos narsa. Shunaqa holatda birinchi navbatda meditsina yordam beradi, yordam bermaydi emas, meditsinaning yordami kerak, lekin o'tkir paytda kerak. O'tkir payt o'tgandan keyin sog'lom turmush tarzi bilan aytilganday 3 ta narsaga rioya qilib, bu 1 soat, 1,5-2 soat davomidagi jismoniy mashq, 7-8 soatlik, soat 10-11 dan ertalab 4-5 gacha to'yib uxlash, uchinchisi bo'lsa diyetaga rioya qilgan holda yashaladigan bo'lsagina odam sog'lom turmush tarziga ega bo'ladi, uzoq umr ko'radi, kasallanmaydi. Kasallangandan keyin ham bu kasalliklardan chiqib ketishi oson bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar. Sog'lik uchun ajratilgan 1 soat Telegram kanalimiz, doktor psixoterapevt, igloterapevt Xurshid Qalandarov Facebook, Instagramda, doktor Xurshid Qalandarov YouTube kanallarimizga a'zo bo'ling. Tarqating. Hammalaringiz e'tiborlar uchun katta rahmat. Xayrli tun.